Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, yana bitta akamizga xumolni tayyor qildik. Shu o'ylarni akalar kimga yana shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqadamiz, sizlarga bir sira tushuntirib o'tib ketaman. Buni qulaylik afzallari bizda umuman nasos kerak emas, samoxodda o'zida ishlaydi. Ishlaydigan daminalari. Ana shu holatda daminani ishlab turgan holatda ikisi. Arsularimiz 80 tali arsulatdik. Bizda yurtning davlat suvi keladi, o'sha o'zi avtomatik o'zi to'ldirib, o'zi ochib boradi. Shunday holatda ko'rsatamiz. Akalar, shu o'yda o'zimiz samoxod terganmiz. Bu ya'ni davrini yaxshi bo'lish uchun mana pastidan ochamiz. Mana suv chiqdi. Shunday samoxod holatda, bunisi issiq suvimiz, hali ochgan o'yda issiq suvni, mana tepadan dushdan tushadigan suvimiz. Ko'rtirganlaringiz hech qanaqangi nasos yo'q. Biz nasos shunday suv zaminasini o'ziga tushiradi zaminimiz. Tan masalani orqalay to'xtataman. Mana ko'rib olinglar. Biz buni bekitamiz biz. Ishonch hosil bo'lishi uchun mana hech qanaqangi nasos yo'q bu yerda. Bu pastdan kirgan asosiy suv to'ldirgan kirgani hozir ochib qo'ysak bo'laveradi buni. Mana bu yonidagisi tepaga chiqib ketgan, ham chiqib ham tushadi shundan. Bitta ekon liniyasi. Shu holatdagi davlina. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar.